Mana bir hafta bo'lgan bo'lsa, Bugun 6-kunimiz, xudo xolasa. Bir hafta bo'lib qoldi. Mana shu bir haftadan beri o'zi insulin deydi. Insulin deydi. Insulindan chiqib ketdim. Mana davolansa, uy sharoiti ham davolansa bo'lar ekan. Hozir mana insulindan chiqib ketdim men. Mana 5 kun. 5 kun bo'ldi mana hozir. Qancha vaqtdan beri olib yurardingiz insulin o'zi? 3 yil. 3 yil bo'lganda. 3 yildan oshdi yo'q. 3 yildan oshgan. Hozir mana uy sharoiti ham mana shuni qilsa bo'lar ekan. Dori, darmonsiz, anoqsiz, faqat ozgina ixlos. Ixlos. Ozgina harakat, ixlos. Inson chiqib keta ekanmi? Любой kasaldan chiqib keta oladi, to'g'rimi? Tak yaxshi qolsa mana hammasi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Sizlarga rahmat. Bundan keyin ham aloqada bo'lib turamiz. Doim nazoratdasiz. Nazorat. Bugun ketdingizlar, bu uzilib